qo'l terlashi va podmishka terlashiga uy sharoitida yechim o'rgating. Kosmetologiyada biz botoks qilamiz, 6 oydan 8 oygacha o'sha terlashdan xalos bo'lasiz. Terlamaydi, hidlanmaydi, lekin hammani ham kosmetologga kelishga sharoit yo'q. Shuning uchun ham bitta retsept aytmoqchiman. Ishlaydigan retsept. Buni o'sha muammodan qiynaladigan ayollarimiz, insonlar sinab ko'rsa, albatta effektini ko'rishadi. Buning uchun nima kerak bo'ladi bizga? Aptekadan Formagel sotib olishadi va uni qanaqa ishlatiladi? Tozalab yuvilgandan keyin periksda tozalanadi va undan keyin Formagel suriladi. Formagel surasiz va где-то 1 soat davomida hech narsa qilmaysiz. Keyin artib tashlanadi, yuvilmaydi. Detskiy talk sotiladi. O'sha talk surib qo'yasiz. Birinchi kuni 1-2 kun qilasizda to'xtatasiz 5 kun. Va har 5-6 kunda buni takrorlaysiz. Bu doimiy qilish shart emas, lekin bittada haqiqatdan terlashni ketkazadi. Bu nima qilib beradi? Teri bezlarini ishlashini normallashtirib beradi. Ortiqcha terlamaysiz va hidlanishni yo'qotib bera oladi. Buni aptekadan topsa bo'ladi. Bu juda ham sinalgan retsept. Hozir уже ko'p odam ishlatmay qo'ygan. Dezodorantlar chiqib ketgan, marketing bilasiz, lekin bu avvaldan ishlatilib keladigan va natija beradigan retsept hisoblanadi.